Ayasi bitta achchiq qilib ko'k choy damlab kelmaysizmi? Siz nima qilib qo'ydingizki xotiningizga men sizga ko'k choy damlab kelaman? Nima qilay, yaxshi yashayapmiz ayasi. Ana Sojidaning eri qalin 20 grammli tilla olib beribdi. Olib bersangiz olib bering, bo'lmasa onamnikiga ketaman. Onangni emger, ko'timga shimol olganim yo'q, rangi chiqib yotibdi. Mana shu baxtimizni bitta qalin tros hal qiladimi? Hal qiladi. Yur onangni, burnimgacha qarzga botsam ham, ash tros topmazsa baxtli yashaymiz, yur. Voy qo'shni, bo'yningizdagi trosni qayerdan oldingiz? Trosmi? Kecha erim menga bildirmasdan surpriz qilib ko'tarib kelibdilar. O'zingizga shimpim olsangiz bo'lmaydimi desam, yo'q, topganim saniki deydilar. Biram mehribon oilamiz, ko'z tegmasin. Ayas senga 50 marta telefon qilma. Qorami telefonni ko'tarib, "Ha dadasi" deb qo'ysang bo'ladimi? Baqirmay gapiring menga. Ko'tarishga arziydigan telefon olib bering, ko'taraman. Bu telefoningizni ko'chaga olib chiqqani ham uyalaman. Ana qo'shnimiz Maftunaning eri yangi iPhone 17 olib beribdi. Menga ham olib bersangiz olib bering, bo'lmasa onamnikiga ketaman. Ayasi o'tgan safargi tilla trosingni kreditini 3 yil to'lashim kerak hali. Maftunning eri nima olib o'ldirib kelaman, ash Maftunning erini hozir. Qo'shni yaqinroq turinglar, bitta rasmga olaman. Qo'shni 17lar muborak bo'lsin. Rosa romantik erim bor-ku. Prosta telefon bo'radi menga desam, hammani qo'lida 17 sa, 17 ga loyiqsan deb telefon sovg'a qildilar. Biram mehribon oilamiz.